Onajonim telefon qilib, qizim, sen ustasan-ku, baqlajonlarim so'lib qolyapti, nima tayyorlasam bo'larkan deb telefon qildilar. Hozir men o'zim borib sizga tayyorlab beraman dedimda, yugurib kelib baqlajonlarni artib, tozalab, to'g'rab, tuzli suvga bo'ktirib qo'ydim. Bu orada klar tayyorlab oldim. Klarimiz xuddi shunaqa smetanaga o'xshagan massa bo'lishi kerak. Grammlarini esa opisaniyada to'liq qilib yozib qoldiraman. Baqlajonlarimizni birinchi bo'lib klarga, keyin esa panirovkaga botirib, hammasini qizdirilgan yog'imizga solib 5-7 daqiqa davomida o'rta olovda chiroyli qilib qizartirib olamiz. Hammasi qizarib bo'lganidan keyin pomidorlarimizni ham to'g'rashga o'tamiz. Bu uchun men rozvoy pomidordan foydalandim. Mazasi yana ham shirinroq chiqadi deb siz bemalol faqat cherry pomidor ishlatib qilsangiz ham bo'ladi. Endi salatimizni terishni boshlaymiz. Bu jarayon hammamiz o'zimizning fantaziyamizga bog'liq. Nega desangiz, kimdirlar baqlajon, pomidor va kashnichi o'zini aralashtirib shunday suzadi. Ammo bunga salat bargi, rukola va tvorojniy sirlardan foydalanib tayyorlash xoladim. Endi bunga sousini tayyorlab olamiz. Men aroyda sousini shirindan foydalandim. Limon va olivka yog'idan solib ustiga quyib chiqamiz. Ana endi baqlajonlarni soldirmasdan shu salatdan tayyorlab deb vazifa ham berib keldim. Siz ham tayyorlab ko'ring.